Husanovning APLdagi progress haqida aynan sizdan so'ramasam bo'lmaydi, chunki siz ham aynan shu pozitsiyada o'ynagansiz. Cannavaro yonida yursa, Husanov ham kelajakda o'sha darajaga chiqib, balki oltin to'p qo'lga kiritishi mumkindir. Ha, biz bundan umid qilamiz, albatta umid qilamiz. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, unda salohiyat bor, juda yuqori salohiyat. U Manchester Cityda Pep Guardiola qo'l ostida o'ynayaptimi, demak, bu gaplar haqiqat. Albatta u yosh va albatta men har doim u bilan suhbatlashishga, unga yordam berishga harakat qilaman. Sababi men uning ishtirokidagi ko'p videolarda ko'rdimki, ba'zida u o'yin paytida kerak bo'lmagan foullarni qilgani uchun kerak bo'lmagan kartochkalarni oladi. Ba'zida bu qizil kartochkalar terma jamoa safida. Buning sababi shundaki, u vaziyatlarni shunchaki kuch evaziga hal qilmoqchi bo'ladi. Bu vaziyatni o'qimasdan, raqib maydonning qaysi qismida ekanligini tahlil qilmasdan kelib chiqib amalga oshiriladigan harakatlar. Misol uchun, mening raqibim zaxira o'rindig'iga yaqin hududda bo'ladigan bo'lsa, nima uchun unga foul ishlatishim kerak? Men yaxshisi uning ortida turaman, uning harakatlarini nazorat qilaman va imkon bo'lgan paytda to'pni olib qo'yaman. Bunga albatta o'rganish kerak. Albatta, agar raqibing jarima maydoni ichida bo'lsa, bu boshqacharoq vaziyat. Sen undan to'pni olib qo'yish uchun barcha ishni qilasan. U aynan qaysi vaziyatni kuch evaziga hal qilishni tushunish kerak. Va u aynan shu jihatni tushunishga harakat qilishni boshlasa, ya'ni o'z kuchini qachon ishlatish kerakligini tushunsa, u yanada o'sishga erishadi. Lekin u yosh va bu normal.